Assalamu alaikum, hürmetli kardeşler. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum kardeşler. Assalamu alaikum. Avazım tamam. Kepti. Rahmet. Allah razı olsun kardeşler. Ben bugün hazır bir şekilde bir çıkıp kaldım kardeşler. Bir iki noktada her birileri bilen bir meseleni ortaklaşmakçı. Bunun birisi olsa tünüginki Şöhret Zakir'nin sözüge nispeten Arslan inimiz abiyam nahmeydan kılıp nayt yaxşı şekilde bir düşünce bergen boldu. Bugün bazı bir axbarat vasıtlarına bu toğruluk bir xabarlama bergen boldu. Onun için qarindaşlar hamda Şöhret Zakir'ninki Xitayning qurultayı yapılış aldidagi mushu axborot vositalarini kutilish yig'inida bo'lsin. Muxbirlarning so'ragan mushu Sharq Turkistondagi jazo lageri masalasi to'g'risida bergan savoliga bergan javoblarninki nihoyatda yolg'on shaklda ko'zini yumib turib Xitoy tajovuzchilari Jonahayning o'rgatgan bo'yicha bijirlayotganligini hammamiz bilamiz. Buningga darhol bir shaklda bir buningga javob qaytarish bek muhim. Chunki Xitoy tajovuzchilari o'tgan yili oldingi yildan boshlab jazo lageri yo'q deb 2017-4-yildan boshlagan bo'lsa-mu, hozirga qadar rasmiy e'tirof qilgani yo'q. Tenib olgan bo'lsa, o'tgan yili 8-yilda tenib olgan bo'lsa, 10-yilga kelganda tarbiyalash lageri bor degan bo'ldi. Tarbiyalash lagerini bu yil 5-dan tortib o'tgan yil oxiridan boshlab 12 davlatni, ayrim 8 davlatni bir qism o'ziga moyil davlatlarni boshlab akirib, yolg'on shaklda o'zlari tayyorlab qo'ygan bir saxta tarbiyalash lagerlarini ko'rsatib, xalqimizni aldab kelyotdi. Buning uchun bizningki yaqinda qarindoshlarimiz boshlagan Manmu Uyg'ur bo'lsin, mayli hozirgi qarindoshlarimiz kun tartibga kelayotgan Sarxilla haftaligi bo'lsin, bu hammasi mushuning yolg'on yovdoqligiga javob berish yoki buning uchun buni javob berishga qistashning bir turi. Buning uchun hammamiz mayli Sarxilla bo'layli, tuqqanlarimiz Sarxilla bo'lmasa-mu, jazo lagerida aniq qo'limizda rasmi va tutilgan kun oyini biladigan yoki izdirgini bilmasakmi aloqalashmayotgan urug' tuqqanlarimiz bo'lsin, qarindoshlarimiz bo'lsin, xuddi menmi Uyg'urga rasmimizni ko'tarib chiqqandek chiqarib bular qani, unda bo'lsa sen lagerda haftaning oxiri qo'yib o'timi deyapsan, unda bular nimish qo'yilib ketmadi? Ular bilan nimish men aloqalashamayman? Ularning aloqalash adresini, telefon nomerini nimish uzuk? Hech bo'lmaganda 21-asrda mush aloqalash normallashayotgan bir sekundning ichida dunyoning har qaysi yerlari bilan bemalol aloqalashayotgan, taraqqiy topgan 21-asrda yashab turib men nima uchun o'zimning aloqa vositalari to'liq bo'lgan Sharq Turkistondagi tuqqanim bilan nima ko'rishamayman? Nima uchun ularning salomatligini bilmayman? Sen nima uchun yolg'onlardan biljirlaysan? Haftaning oxirida qo'yib o'timiz deysiz, qani nega qo'yib o'tding? Qani mening akam qani? Qani mening hadam qani? degan shaklda o'tirg'i chiqishimiz bu bek muhim qarindoshlar. Bu orqali Xitoyning yoki mayli Şöhret Zakir'dek bir qo'rchoqning bu qilgan gapiga nisbatan biz darhol rasmlarini ko'tarib chiqib, qani mening tuqqanlarim qani? Qani mening akam qani? Qani ma sarxillarimizning Qurbon Mahmud qani? Mutallib Sidiqning hayoti qani? Qanchalik vaqt turibdi? Adil Mijit qani? deganga o'xshash shaklda buni deyishimiz bek muhim qarindoshlar. Chunki mushuning nimasiga nisbatan bizning qaytirimiz zarba bera oladigan, qaytirim inkas qaytira oladigan bir holatimiz bo'lishi kerak qarindoshlar. Shuning uchun har birlaridan talab qilganim inshaalloh hammamizning mayli ijtimoiy uchur vositalarida o'zimizning tuqqanlarnikini chiqirayli. Mayli Meti Uyg'urlayli, mayli Free bo'lsin, mayli mushuni qo'yib deysin, mayli mushliga erkinlik bo'lsin degan nima xat o'zi yezib, shularni ijtimoiy uchur vositalarida kun tartibga kelib turayli.
Muxbirlar ijtimoiy uchur vositalaridan nima ilyapti qarindoshlar? Uchur ilyapti. Shuning uchun biz ijtimoiy uchur vositalariga o'zimizning tuqqanlarininkini, o'zimizning qarindoshlarininki davosini ijtimoiy uchur vositalari bir kun aqsitib qo'ymaydi. Chunki o'zimizning tuqqanning xizmatini o'zimiz qilamiz qarindoshlar. O'zimiz qilamiz. Sarxillarnikiga mayli Bakram qarindoshimiz, mayli Arslan qarindoshimiz degandek, bu yerdagi bir Uyg'urning davosi emas, bir Sarxillar orqali Sharq Turkiston butun sarxillarimiz. Turmada izlayotgan Sharq Turkistondagi har bir qarindoshimiz bizning sarxillarimiz, bizning qarindoshlarimiz shu. Shular uchun bu sarxillar degan bir tema aslida bir şekilde kun tartibga kelayotgan faoliyat ekanligini tushunib yetishimiz kerak. Qandaqdir bu shaxsiy bir odamninki Arslan inim degandek bir shaxsiy Adilmijidning ishi yo Qurbon Muhammadning ishi yo Mutallib Sidiqning ishi bo'lib qolishi bo'lmaydi bu. Bu hammamizning Sharq Turkiston 35 million shu yerda azab chekayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz har millat ommasininki davosi bo'lishi kerak qarindoshlar. Shunda bo'lgandilar anandagi Xitoy tajovuzlari ustidan g'alaba qila olamiz. Xitoy tajovuzlarining qilayotgan irqiy qirg'inchilikni kun tartibga keltira olamiz qarindoshlar. Shuning uchun har birlariga deydiganim qarindoshlar. Mayli sarxillar hafta olsun, mayli o'zimizning qarindoshlarimizning rasmlari olsun, o'zimiz kuniga degidek har bir vaqt chiqsaqlar uni nima qilib turaylik. Hambakarlab turaylik. Bu nimadan pul olmaydi qarindoshlar. Jiq yo'llab etding deb xapulab ketmaydi-mi Facebook shirkatichi? Twitter'mi xapulab ketmaydi qarindoshlar. Vaqtimiz bo'lsam u bir mezgillik moda bo'ladigan yoki u bir kiyim emas, yoki bu nima emas, biz insonlarni qutuldirish uchun harakat qilamiz. Biz moda qilmaymiz bir narsani-chi qarindoshlar. Buni tushunishimiz kerak. Bir kiyim kechak emas, ayol biz bir insonning hayotini qutqizamiz. Ashuni patroq shu turmadan, shu zulmdan-chi azod qilamiz degan shaklda o'tirib chiqamiz. Shularning ovozi bo'lamiz da'vatimiz-chi qarindoshlar. Shuning uchun bu qarindoshlarimizning ovozi bo'lish uchun biz bularning resimlerini, bularning davasını her şekilde kun tartibga kelib turishimiz bek muhim qarindoshlar. Shuning uchun har birlariga deydiganim, mayli sarxilda hafta olsun, mayli menmi Uyg'ur bo'layli, mayli qaysi xil shaklda Sharq Turkiston masalasini kun tartibga kelayli, o'zimizning qarindoshlarini Xitoy tajovuzlari Shuhrat Zokirov degan mujda degan bo'lsa, mana degan gapingga loyiq qilmamsa, sen tarbiyalab tutding Xitoychiga, bu haqsiz tamoqqa, bu kanun ügünüşke ihtiyaç yok. Minin tukununun ihtiyacı yok zaten. Minin akamның hizmeti battı. Minin akamның bilim seviyesi battı. Minin adamның bilim seviyesi battı. Minin akamның hem terbiyeleşke kanun cihetten, til cihetten hiç kanda senin terbiyeleşine ihtiyacı yoktu. Kani bu tukallarım? Minin tukallarımның senin haksız tamak verişinge, haksız yatak verişinge ihtiyacı yok. Mening tuqqanlarimning uyi bor, mening tuqqanlarimning yotadigan, yeydigan yeri bor. Mening tuqqanlarim Xitoy tajovuzlari hukumatining ta'minotiga ehtiyoji yo'qdi degan gapni nima ish qilmaymiz qarindoshlar. Bu vaziyatda biz bu masalani kun tartibga keltirish uchun, bu masalani deyish uchun harakat qilsak inshaalloh nayt yaxshi javob bo'lmamdi. Ular uchun bir mushlarning dabbagan qilayotgan gapini qara, yolg'onchiligini qarta. Senin gaping yolg'on. Hey Xitoy tajovuzlari, hey Shuhrat Zokirov sen yolg'on gap qilyapsan degan shaklda buning bayonot berishimiz hammamizning mecburiyet. Bu yalğızlam teşkilatlarının, ya olmasa Arslan qarindishimning, ya onun, ya bunun emas, hammamizning vazifasi deb bilsak, nayt yaxshi bo'ldi qarindoshlar. Uning uchun buni eskartishni, har birlar bilan bu masalada o'rtoqlashishni loyiq topdim qarindoshlar. Yana birisi shu ijtimoiy uchur vositalarida kun tartibga kelayotgan shu iliqi uni buni deb bir shaklda boshqa birsini qarlab uni buni deb yozayotgan yoki ulamolarimiz olsun, yoki tashkilotlarimiz olsun, yoki unda qilayot buni deb bo'xton qilayotgan bir shaklda qarlayotganlar Xitoyning neniga non surkab bermang. Agar siz musulmon bo'lsangiz, agar siz Uyg'ur bo'lsangiz, agar siz bu Sharq Turkistonning bir parchasi deb o'zingizni his qilsangiz, hamda o'rningizning aniq nimalarini bilmaymiz. Boshqalarning oq ko'rinishi qarasak bir shaklda o'zingizning tanlagan mayli mazhabingiz olsun, meyli sizin ideologiyanız olsun, meyli Hizbut Tahrir olan, meyli başka bir şeyden bulan, qanda olsunuz bulan, ama şu boğan nersini doğru şekilde hayatınızı tedbik kılışını bilin. Onu tedbiklamayın bir yerdeki başka ulamalığa, üzünüz bilmeydiğen, üzünüz okumagan kitapını, üzünüz düşünmeyen meseleye nispeten fikir verip, miyade onu bunu dep kalsınız, başkalarının nefretlik uçurap kalırsınız. Başqalarının qağışı uçurab qalırsınız, başqalarının xalqni haqoratlaydigan ya dernekni, ya təşkilatni, ya ki muşu xizmat qilayotgan fidokorlarimizni haqoratlaydiganlar bizden emasam, sen yo'g'inga qilib ketding debdi ba'zilar.
Bizning emasligimiz Uyg'ur emasliginim qarindishim. Musulmon emasliginim qarindishim. Sharq Turkistonlik emasliginim qarindishim. Chunki Sharq Turkiston xalqining bugünkidek bir musibat ishi turayotgan vaqtida adresi aniq qo'ygan, chiroy shakli aniq qo'ygan, turishlik o'rni aniq qo'ygan, gapi so'zi aniq qo'ygan insonning keyindan hech kim unday shaklda gap qilmaydi. Faqat shu gap qilishga nima bo'lgan bizning dushmanimiz Xitoy tajovuzlari va Xitoy ideologiyasidagi mushu nimasi yulib ketgan, minisi yulib ketganlar uchun shunday gaplarni qiladi va shunday gaplarni, shunday fitnalarni taqitadi. Agar biz undaq fitna taqitadigan, undaq iliq shakldagi Xitoyning manqurtlaridan bo'lmasak, undan narsalarga taqitib bir shaklda qilmayli, uningga sababchi bo'lib qolmayli. Agar musulmonlik da'vorimizda rostchilik bo'lsak, agar rost musulmon bo'lsak, bu shakldagi narsalarga diqqat qilsak deganni bir ta'kidlab qo'ymoqchi qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan mishada so'zimni oxirlashtiraman. Inshaalloh yana bir ko'rishkish amon bo'linglar. Xolis duolaringlar bo'lsa, yaxshi shaklda bir qilib qo'yinglar inshaalloh. Har birlariga to'g'ri shaklda, to'g'ri mazmunda, to'g'ri ideologiya, to'g'ri shaklda xizmat qilishni istiqsin. Ya'ni bizning shaxsan menikini so'rag'anlar, menikini tushunmagan o'xshaydi ba'zi qarindoshlarim. Meni sharim mustaqilchimi, nimacha dedi? Men mustaqilcha qarindoshlar. Men Sharq Turkistonning mustaqillik uchun o'zimning qo'ldan kelishicha harakat qilyapman. Men bir yo'g'ona dem emas, faqat men tashviqot sohasida o'zimning qo'ldan kelishicha harakatlarni qilayotgan birisi. Men o'zimni bir tashkilotning nimasimi demayman, tashkilotlar uchun tashkilot qurib ketgandim emas. Uning quramayman, uning iqtidorim yetmaydi. Men faqat shu ijtimoiy uchur vositalarida o'zimning qo'ldan kelgan xabar, muloyiza va bir shakldagi xalqimga ehtiyojli bo'lgan narsalarni yetkazib o'rganguchi xolos. O'quvchi bo'lib sutdim bilan yashayapman. Ustoz bo'lolmadim, o'qituvchi bo'lolmadim qarindoshlar. Shuning uchun bizning ideologiyamizni surishtirganlar biz Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun harakat qilayotgan, Sharq Turkistonning abstalligi uchun qo'limizdan kelgan har qanday ishni qilishni boshlatmaydiganligimiz biz. Bek iliq mening maydonimni aniqla deb ketganligiga mush javobni berishni loyiq topdim qarindoshlar. Hammani Janob Alloh topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.